internetga o'sha 15 million o'sha darknetga 15 million O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini ma'lumotlari sizib chiqdi degan narsa bilan ochiq shu narsa oxirgi ha, shu narsa ochiq juda qoldi. ko'p tarqalib ketdi. Shunday hozir xalq sal endi vahimaga tushdi ham desa bo'ladi. Endi ma'lumot u yoqda endi ikki xil taxminda, endi taxminda bu ham bir aniq bir rasmiy axborot emas. Eshitishim bo'yicha kredit ham olingan ekan ba'zi bir fuqarolar nomiga. Ya endi o'shandan keyin tasdiqlangandan keyin o'shanga aloqadormi, o'shanga aloqador emasmi? Shuni bilish kerak birinchi navbatda. Boshqa yo'nalish bo'yicha olingan bo'lishi mumkin. Endi u yoqda hozir ikki xil taxmin qilish mumkin. Endi o'zim fikrim bu ham rasmiy axborot emas baribir. Birinchi navbatda endi toshna sifralar bilan nimalar bilan aytaman ha. IS 256 degan umumiy shu endi standart deydi, kiberxavfsizlik standart bu. IS 256 degan kiberxavfsizlik standart bu. O'zbekiston Respublikasida hamma shu davlat tashkilotlaridagi serverlar deymiz, ma'lumot saqlanadigan serverlar o'sha IS 256 asosida himoyalangan o'sha. Umumiy jahon qabul qilgan standart asosida himoyalangan. O'zbekiston buni ichida bor. Bor. Himoyalangan. U nima uchun qilingan? Demak, qanaqa tashkil topgan, uni ham aytaman. Demak, serverlar bor, server nimaligini juda yaxshi bilamiz. Tarmoq bor, ichki tarmoq, tashqi tarmoq degan narsa bor. Tashqi tarmoqni buzib kirsa bo'ladi. Nisbatan osonroq. Bizda endi kiberxavfsizlikda shunaqa narsa bor, buzib kirilmaydigan tarmoq yo'q. Bunday endi shunaqa tushuncha bor-da endi. Shunaqa tushuncha bor. Buzilmaydigan, shu kirib bo'lmaydigan tarmoq o'zi yo'q.